Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi tashabbusi bilan Olmaliq shahrida Turkiya Respublikasining zamonaviy ta'lim yondashuvlari va ilg'or pedagogik tajribalarga bag'ishlangan seminar-trening bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Seminar Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi huzuridagi maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan maktabgacha yoshdagi bolalarda yuqori intellektni aniqlash va qo'llab-quvvatlash usullari mavzusida olib borildi. Mashg'ulotlar davomida yuqori intellektga ega bolalarni erta aniqlash, ularning qobiliyatini tizimli rivojlantirish, tez fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish hamda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, pedagogik kuzatuv, psixologik diagnostika, individual va differensial yondashuvlarning samarali mexanizmlari muhokama qilindi. Seminar yakunida ishtirokchilarga yuqori intellektli bolalarni to'g'ri yo'naltirish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish jamiyatning aqliy salohiyatini oshirishda muhim omil ekani ta'kidlandi.